O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonuniga asosan faoliyat yurituvchi mahalliy hokimliklar o'rtasida tuzilgan topshiriqlar shartnomasiga muvofiq Samarqand Invest kompaniyasi tomonidan belgilangan vazifalarni bajarish uchun ishonchnoma berish tartibi tuman, shahar hokimligi zaxirasidagi va auksionga chiqarilishi rejalashtirilgan yer uchastkalari bo'yicha master reja, loyiha smeta hujjatlari hamda arxitektura rejalashtirish topshirig'ini tayyorlashni tashkil etish va kelishish. Davlat xizmatlari markazlari, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limlari, kadastr organlari hamda elektr, gaz, suv va boshqa kommunal tarmoq korxonalarida hokimlik nomidan ish yuritish, yer uchastkasini qurilishga tayyor holatda auksion savdosiga chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha ruxsatnoma, xulosa va texnik shartlarni olish, buning uchun arizalar imzolash va tayyor hujjatlarni qabul qilish. Mazkur ishlar bilan bog'liq davlat bojlari va xizmat haqlarini o'z mablag'lari hisobidan to'lash. Ushbu ishonchnoma doirasida vakil yer uchastkasini qurilishga tayyor holda auksion savdosiga chiqarish uchun qonunchilikka zid bo'lmagan barcha zarur harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'ladi.